Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biz operatsiyani tugatdik. Bugungi birinchi operatsiya bemor Qozog'istondan kelganlar. Muammo bo'ladi. O'zlari vrachlar uzoq yura olmay qolgan. Ya'ni yurish masofa kamayib ketgan. Sababi disklar hammasi o'tirib qolgan, vesi ko'p. Ikkita o'rinda umurtqada kanalda stenoz, ya'ni torayib qolgan. Mana bo'rtib turgan narsani hamma grija deb o'ylashi mumkin. Bu grija emas. Disk o'tirgan hisobda fibrozli kapsula bo'rtgan, bu qattiq. Buni olish kerak emas, nabarat to'sib turadi bu. Men nima qildim? Orqa tarafini ochib, nerv uchun joy yasab berdim. Xudo xolasa yurish masofalari uzayadi o'sha bemorda. Baribir vez tashlab gimnastika bilan shug'ullanish kerak, ya'ni bundan yomon bo'lib ketmasligi uchun. Agar sizda ham MRTni xulosasida faqat grija deb lecheniya qilib, lecheniya bilan og'riqlaringiz o'tib ketmayotgan bo'lsa, demak bilingki kanalizasida stenoz bor, ya'ni kanal torayib qolgan. Bunday holatda kanalni kengaytirib, kirib ochib qo'yish kerak, nerv uchun joy yasab, sababi torayib qolgan kanal dori qol bilan ochilib qolmaydi.